Demak aka mana ko'rib turibmiz yuqorida konstruksiyani ustiga salafani orasidan bir hashakka o'xshagan bir narsa qilingan. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. Tajriba, qanday tajriba bu? Bu respublikada birinchi bizda qo'llanilgan, bu 2000-yillarda qo'llanishga boshlangan. Bu Termizda eng qadimiy uslubi. Bizdagi. Termizda eng qadimiy uslubi 2000-yillarda boshlangan. Bu poxol bu. Poxol bu sholini poyasi. Guruch beradigan sholini poyasi. Bu guruch ekiladigan maydonlardan olib kelinadi, keyin arqanga o'xshab eshiladi. Mana turishi arqanga o'xshaydi mana qarang. Eshib tashab chiqiladi. Oldingi polietilen yopg'ich yopiladi, keyin buni tashlab, keyin yana polietilen yopg'ich yopiladi. Natijada o'rtada havo yostiqchasi paydo bo'ladi. Воздушная подушка deydi ruschasiga. Havo yostiqchasining vazifasi endi Termiz, bu yog'ini hamma biladi. Sovuqni issiqni o'tkazmaslik. Poxolda yana bir yaxshi jihatlari bor. Demak, kun chiqqanda, quyosh chiqqanda ichkarini issiq ushlash uchun poxol bir qavat klyonkani tayyorlab turibdi, tashqaridan qaraganingizda. O'sha klyonkdan o'tgan issiqlikni o'zida akkumulyatorda singari yig'adi. Poxol isib qoladi. Oddiy qilib aytganimizda, poxol isib qoladi. Kechasi bilan ana shu oraliqqa o'zidagi issiqlikni qaytarib chiqarib, tashqaridan kelayotgan sovuqlikni o'tkazmaydi. Tashqaridan kelayotgan sovuqlikni. Mana bu foydasi. Ajoyib. Ham quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushib turadi. Ham quyosh nuri tushaveradi. Mana yorug'lik yetarli. Bilasiz, limonga yorug'lik o'ta kuchli yorug'lik kerak emas. Minus tarafi bormi buni? Minus tarafi bu yaqinroqdan olsangiz. Buni minus tarafi Rustamjon bu tezda chirib ketadi, nam tortgandan keyin. Yilda almashtirish kerak. Keyin to'kiladi, hamma joyda besaranjon qiladi. Har yili sotib olish kerak buni. Bundan tashqari yorug'likni agar qalinroq tashlab qo'ysangiz cheklab qo'yadi. Bu yerda endi juda ustachilik bilan mohirona tashlangan. To'g'ri tashlangan. Agar buni yo'g'onroq qilib bir-biriga yopishtirib tashlab qo'ysa, ichkari qorong'u bo'lib qoladi. Tushunarli. Lekin juda ham mana ajoyib yechim bo'pti. Bu qadimiy yechimmi bu? Bu bizdagi O'zbekistonda respublikada eng birinchi bo'lib shu poxol usulida Termizni yo'lga qo'yish shu yerdan boshlangan. Adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman obunachilardan. Lekin bu bizda 2000-yillarda deyarli yo'lga qo'yilib bo'lgan edi bu Termiz usuli. 2000-yillarda. Demak, undan ham oldinroq boshlangan. Rahmat.